Bugun menyuda medavik bilan ice americano. Bu medavik bilan kofe xuddi men bilan obunachilarga o'xshaydi. Bir-biri uchun yaralgan. Tovaga asal, shakar va saryoni solib qizdiramiz. Saryo erigandan keyin soda qo'shib karamel rangga kelguncha aralashtiramiz. Hosil bo'lgan massani ozgina sovutamiz. Alohida idishda tuxum bilan shakarni aralashtirib, sovigan massaga solib aralashtiramiz. To'liq retseptni har doimgidek opisiyaga yozib qoldirdim. Tayyor bo'lgan massaga un solib aralashtiramiz, yarim soat dam beramiz va medavik xamiri tayyor. Xamirni 8 ga bo'lib un sepib yoyamiz. Ortiqcha unni xamir ustidan shotka yordamida qoqib olib tashlaymiz. Endi ko'rishlarni bitta-bittadan pishirib olamiz. Qizib turgan pech 180 gradus 4 daqiqa. Korjlar tayyor. Ularni 26 santimetrlik forma yordamida kesib olib, chetidagi qoldiqlarni maydalab olamiz. Bunaqa korjlarni paketga solib, quruq joyda 40 kungacha bemalol saqlasangiz bo'ladi. Krem uchun krem chiz, varyoniy sgushonka va ko'pirtirilgan slivkini aralashtiramiz. Korj va krem tayyor. Endi ularni birlashtiramiz. Bir xil tekistikda korjlarni ustiga krem surib, medavikka yig'amiz, ustiga va atroflariga ushog'ini sepib chiqamiz. Medavikni 2 soatga muzlatgichga yuborib, ice americano tayyorlaymiz. Kofeni o'zim yaxshi ko'rgan geyzerni kofe vartida damladim. Chiroyli stakanga sirop va muz solib, ustidan kofeni qo'yamiz, ichimlik tayyor. Aytgancha bu stakanni Nurli uy profilidan zakaz qildim. Shu va shunga o'xshagan juda ham chiroyli posudani shu profildan zakaz qilsanglar bo'ladi. Endi medavikni kesib, kofe bilan dasturxonga tortamiz. Shirin desert bilan kofeni achchiq mazasi juda ham zo'r kombinatsiya hosil qiladi. Retseptni saqlab qo'yib, albatta uyda tayyorlab ko'ring.